Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 17-may hafta kuniga shanba 2025-yil. Mana biz mana shu Qorabosh o'tkamizga 10 ta g'oz tuxumini bostirdik. Endi ko'ramiz bu qanchalik o'zini oqlab chiqadi. Birinchi marta bostirdim g'oz tuxumini. Eksperiment sifatida ko'rsatyapman. Kimgadir agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, like, podpis bosib, kanalga obuna bo'lib, o'zlarining fikrlarini izohlarda qoldirasizlar. Bu tog'oradagi tuxumlarni olib nariga o'tkamizga bostirdik. Bunisi Qorabosh o'tkamiz. Bunga 10 ta o'sha g'ozi tuxumidan bosib, o'zim tuxumidan olib qo'ydim. Eksperiment. Qani ko'raylikchi, 28 kun, 30 kunda g'ozi tuxumini ochib chiqadi ekan. Mana shuni ochib chiqadimi, yo'qmi, bir ko'ramiz, eksperiment qilib. O'zim tuxumlarni bu tomonda edi. Bu tomondan olib, bu tomonga tuxumlar qo'ydim. Mana bu tomonga kirib yotib oldi. Endi hamma uchun qiziq bo'lsa kerak, g'oz tuxumini ochib chiqishi. Shaxsan men uchun qiziq. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kuzatib borsalaring, ochib chiqqan jarayonni ham ko'rsataman. Mana bizda tabiat, hozir obed vaqti, havo 40 gradus issiq bo'lyapti. Mana bu o'tkamizni bostirganimizga xudo xolasa 4 kun bo'ldi. 27 ta tuxum bostirganman. Mana ko'ramiz 27 ta tuxumni nechtasini ochib chiqadi. Mana bu xapasimiz suvni ustida, ariq ustiga qo'yganman. Mana pastda g'ozlar yashashyapti. G'ozlarga donlari, suvlari doimiy taydan suv oqib turadi. Faqat kech payt qamab qo'yaman buni. Tepasida 3 etajli katagimiz. Mana ikkinchi etajiga suvlarini, donlarini tashab, endi o'tkamizni bostirib qo'ydim. 27 ta tuxum bostirganman. Hamma tuxumlarni tagiga olib chiroyli bo'lib yotibdi. Endi bu o'tkamizni bosib yotganiga bugun rosa 30 kun bo'ldi. Rosa 30 kun bo'ldi. Xudo xolasa 5 kundan keyin ochib chiqish kerak. 35 kunda ochib chiqadi deyilgan. 35 kun 40 kun. Mana qo'riqchi ham shu yerda mana. Linda. Qo'riqchimiz ham shu yerda. Bu mashi tovuqlarimizni qo'riqlaydigan kuchugimiz. Bu mishiqni ham, tulkini ham hech narsani yaqinlashtirmaydi. Qo'riqlayapsanmi? Mana buni joyi, bu Linda joyi. Mana bu pastida. Buni tepasida mana o'tkamiz yotibdi. Bu oldin jo'jalarning joyi bo'lgan. Bu ham 2 etajli katay. Pastni polli qilib, shu Lindaga joy qilib, qoch. Mana g'ozlarimiz ham yurishibdi. Isib ketganligi sababli mana Linda itimiz ham suvda yuribdi. O'rdaklar bilan yuraverib ham o'rdak yo'q qolib shekilli. Mana shu hammasini otasi mana shu o'rdagimiz. Bosayotgan 3 ta o'rdagimizni erkagi mana shu.
bitta o'zi qoldi. Endi hammasi tuxum bosayotganligi uchun bu erkagining o'zi qoldi. Mana g'ozlarimiz jo'jalarimiz o'tlashib yurishibdi. Oldingi videolarda ko'rgan bo'lsalaring, mana shu g'ozlar qanchalik o'zgarganini kommentariyada yozib ketaverasizlar. Mana bu jo'jalarimizni katagi. Bu jo'jalarimizga bunaqa qilib suvlar qo'yganmiz. Endi avtopoyilga qilmoqchimiz. Sal katta bo'lib qolsa avtomatik suv tushadigan qilib nima aytdim, turba tushirganman. Shuni tushirib mana shu doimiy suv tushib turadigan qilib qo'ymoqchiman. Uni ham video davomida ko'rsatib boraman. Ach.